Assalamu alaykum hurmatli yurtdoshlar. Bugungi sotuvga chiqqan joyimiz ko'rib turganlaringizdek shu Urganch Anka yo'lida bo'ladi hurmatli yurtdoshlar. Manzilimiz ko'rib turganlaringiz bu yerimizda Turan Bank, Aver, BBMent bor. Bu yanimizda hurmatli yurtdoshlar. Bu yanimizda yana 9 oxirindagi bu yerimizdagi domlar bo'ladi hurmatli yurtdoshlar. Shu yerimizda bir zdaniya sotuvga chiqdi. Katta zdaniyamiz 980 kvadrat metr bo'ladi hurmatli yurtdoshlar. Bu zdaniyamiz yine shu yerimizda bo'ladi. Ko'rib turganlaringiz yo'ldan sal kelgan joyingizda ozgina zudlik bilan arzon narxda sotuvga chiqdi. 980 kvadrat metr zdaniyamiz esa tadbirkor biznesmenlarga berib ko'ramiz. Shuning joy qarab yurgan navodir qiladi. Esa joyimizning ichki qismi bilan tanishib chiqamiz. Yetib kelsa hurmatli yurtdoshlar. Assalomu alaykum hurmatli yurtdoshlar. Bugungi sotuvga chiqqan joyimiz ko'rib turganlaringizning shu zdaniyamiz bo'ladi. Bu yerimiz 980 kvadrat metr bo'ladi. Zudlik bilan sotuvga chiqyapti hurmatli yurtdoshlar. Bu yerimizning manzili nerda desangizda, yine Anka yo'l bo'ladi bu yerimiz. 9 oxiri desak ham bo'ladi. Bu yer Turan Bankning yoni, bu yerda metan zapravka, benzin zapravkalar bor. Yine ko'rib turganlaringizdek shunday yo'ldan girgan yerimizda shu zdaniyamiz bo'ladi. Bir yandan tanishtirib chiqamiz zdaniyamizni. Bellar ham shu narsalar ham shu yerda deyishlar ekan. Yine kichkina emas, 980 kvadrat metr bo'ladi hurmatli yurtdoshlar. Yine joyimiz sotuvga chiqdi. Ko'rib turganlaringizdek shu zdaniya. Ya'ni kimdir biznes etmakka yer qarab yurgan bo'lsa yoki navodir salaman ishlab chiqarish etaman desa, bemalol shu yerimizda navodir ishlab chiqarish yoki bir narsa skladmi kimdir qarab yurgan bo'lishi mumkin. Shu yerimiz qilsa bo'ladi. Ya'ni tadbirkorlar, biznesmenlar kimdir dom salami ish qilib o'zi navod qilsa qilaveradi kimdir. Görəsilər 980 kvadrat metr bo'ladi. Bu yerimizda gazdan, suvdan, svetdan muammo yo'q. Hamma narsa kelib turibdi. Gaz ham yonib turibdi. Bu yerimizdan bir xonasi bor ekan. Bu yerimiz pishgan karuch, xom karuch aralash salingan ekan hurmatli yurtdoshlar. Hozirgi kunda esa bu yerimiz tuxum korobka, ya'ni yine ko'rsatib o'tamiz. Shu yerimiz shunday bo'lib ishlab turibdi ekan. İşlab o'tiribdi ekanlar. Bu yerda shunday narsa ishlab chiqarilar ekan. Tuxum korobka deb aytiladi buni. Yine. Baland ekan, baland. O'zlaringiz yıkib salsangizlar ham bo'ladi yoki to'g'ri shu yerni bir narsa qilib ishlatib bersangizda bo'ladi. Xohlasangizlar tayyor biznes ishlab turibdi hozirgi kunda. Kim navo etsa bo'laveradi. Ko'p odam so'rab yuradi, shunday katta 1000 kvadratli yer yo'qmi deb. Yine 1000 kvadratli yer почти 980 kvadrat ekan. Dokumentda o'zi 1000 kvadratdan ko'proq deb turibdilar. Egalari joyimizga gap bo'lishi mumkin emas. Ajoyib mestasam bildingizlar nerdaligini. Yo'lning ustunda berimizda Turan Bank bor, BBMent klinikasi, metan zapravka, benzin zapravka. Shu hozir yo'ldan ham sizlarga tushirib tanishtiramiz. Berimizda bir shunday ishlab chiqarib kurtadan joy ekan. Mestasi ajoyib. Kimdir nov qilsa qilaveradi o'zi. Yine sizlarga biznes uchun tayyor mesta. Berimizda bir narsa salsangizlar ham bo'ladi. Ko'tarib bemalol 2 etaj etib yoki bo'lmasa farqi yo'q. O'zlaringiz planlashtiraverasizlar. Tadbirkorlar bo'ladigan bo'lsa, shunday qarab yurgan yer narsani yoki biznesmenlar bo'ladigan bo'lsa, sizlarga yine ajoyib mestasini ham gap bo'lishi mumkin emas. Yine sal yurdingizda, evirimizda yo'lning usti. Ozgina yursangizda, hurmatli yurtdoshlar. Narxina keladigan bo'lsa, hurmatli yurtdoshlar, narxi zudlik bilan sotiladi. 110 ming dollar deb turibdilar. Xudo xolasa kelib o'zlaringiz kelishib olaverasizlar. Yine mestasini tushundingizlar. Evirimizda moyka bo'lib turibdi bu yer hozir hurmatli yurtdoshlar. Moyka bor berimizda, avtomoyka. Yo'lning usti yine yo'l. Yo'l turibdilar. Yo'lning usti mashinalar turibdi Anka. Urganch yo'li. Mestasini gap bo'lishi mumkin. 9 oxirindagi domlar bo'ladi bular yine. 9 oxirindagi domlar. Yine shunday yo'ldan girgan yeringizda shu joyimiz bo'ladi. Katta zdaniya.
Acayip ulu tushgan zdaniya. Yine şu yerler bilen satıladi. Kimdir, navıdır, kılsa boladı. Esa hurmatli yurtdoshlar, ekranda berilgan telefon raqamlariga telefon qilaverasizlar. Sog' olinglar, salomat bo'ling. Kimdir shuning joy Messa so'rab birganlari tashab qo'yasizlar. Pulini aytib o'tdik, $110,000. Hurmatli yurtdoshlar, sog' olinglar, salomat bo'linglar.